Salom do'stlar, bugun sizlar bilan APG o'zidan olgan shu HyperX mikrofonimizni unpacking qilib ko'ramiz. Hozir uning ichida nimalar borligini ko'ramiz. Kattagina bahobatli korobka. Buni mana shunaqa HyperX kitobchalari. Shuni menimcha qanaqa ishlatadi, nima qiladi, hamma narsasi yozilgan. Va mana bundoq qadoqlangan bo'lar ekan. Korobkasi ishimiz qiladi. Qadoqlashi ham juda sifatli bo'lar ekan. Buni HyperX kompaniyamiz oldindan kuzatardim. Men buni bir ochib tekshirib ko'rgandim. Ichidan mana shunday korobkasi chiqadi. Paketda bitta kronshtaynga qotiradigan narsasi bor. Va mana bundek ipga o'xshagan juda ham udobniy kabeli bor. Bir tarafi USB bo'ladi, mana bir tarafi zaryadchiga o'xshagan bo'ladi. Va mana o'zi mikrofonning o'zi ko'rinishi, uni xohlasalaring mana bunday yarim оборотda ham yumshatib qotirish mumkin ekan. Cho'tki holatda hozir buni sizlarga men yoqib ko'rsatib beraman. Do'stlar, mana kompyuterimizga ham ulab oldik. Mana shunaqa RGB ko'rinishda yonadi. Buni tepa tarafi sensorli bo'lar ekan. Mana bitta bossanglar o'chadi, bitta bossanglar yonadi. Juda yengil. Buni ovozni ko'tarib turishlari ham past tarafda, juda yumshoq, dahshat ishlaydi. Bu HyperX Quadcast S modeli. Hozircha shuning ichidan shu narsalar chiqar ekan. APGga rahmat.